Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, bir necha yil avval Salimboyevcha qamalgan edi. Salimboyning to'ng'ich qizi Lilufar Abdullayeva otasi haqidagi so'nggi ma'lumotlarni aytib o'tdi. Salimboyni butun O'zbekiston saxiy boylardan deb biladi. Uning davomchisi Lilufar ham otasining yo'lidan ketgan. Barcha haqiqatlarni video davomida bilib borishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha haqiqatlar shu yerda. Assalomu alaykum hammaga, добрый вечер, друзья. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Bilasizlarmi, uyga kelsanglar, mazza qilib o'tirasizlar. Shu kuxnyadan chiqqim kelmaydi-da. Ro'zamni ochdim. Bo'lmasam boshqa ishimni qilishim mumkin. Ishim ham qilgim kelmayapti. Xudoga shukr, bugun qizlar kelib hamma joy tozalab ketdi. Kecha shunaqa voqea bo'ldi. Miroj kechasiga uxlab olay dedim, 9 dan 12 gacha yotdim. Uxlayman dedim, uyqu yo'q. 11:30larda turmoqchiman. Tura olmayapman. Kimdir meni bosib turibdi-da. Kalima aytyapman, salovat aytyapman. Hamma duolarni, zikrlarni aytyapman. Yordami yo'q. Keyin уже aytdim, nima bo'lsa ham bo'laveradi. Вот чувствовать qilyapman, qanaqadir bu olov sifat narsa-da, ano jindan chiqadi-yu, kattacha xattabich nima derdi, shunaqa odamga o'xshatdi, bilmayman. Bilmayman. O'zim hayron qoldim-da. O'zi bilasizlar, mana shunaqa o'zim tushundim. Nimani yomon ko'rsam, nimani xolamasam, nimadan qo'rqsam, o'sha narsalar bo'ladi. Ana kuni men uyimga mehmon keluvdi-da. Bitta ayol Saodat opa, o'shalar aytdilar-da, Nilufar, yuzda kimdir menga qarab turibdi deb, voy, nima unaqa deysiz? Uyimda hech kim yo'q, qaraydigan sizga. Sam yo'q, как будто qanaqadir g'alati bo'ldim dedilar. Yo'q, uyimda dedim, mana kuchuv bor, sizga shunaqa кажется dedim. Yo'q, kuchuv emas deb bo'ldilar. Mayli dedim. Nega shu narsa bo'lsa-da. Bilasizlarmi? Qanaqa qilib ertalabgacha zikr etib, qanaqa qilib namoz o'qib, qanaqa qilib Qur'onni o'qib o'tirdim, o'zim bilaman, Xudo biladi-da. O'zim hayron qoldim. Keyin o'g'lim kirdi. Nimaga svet yonuv dedi. Men saunadagi divanda yotuvdim-da, spalniyada emas edim. Nimaga yoqaman? Yoqib qo'ydim dedim. Yoqib qo'yuvdim, divanda yotuvdim-da, spalniyada emas edim. Nimaga yoqaman? Yoqib qo'ydim dedim. Yoqib qo'yuvdim. Shu svet yoqilganda shunaqa bo'ldi-da, tushunasizlarmi? Svet o'chuvda emas, yoquvda. O'shanga hayron bo'lib qoldim. Неужели uyga odami bo'ladi? Qur'on o'qisam, namozli o'qisam, hamma narsani qilsam, nimaga menda shunaqa bo'ldi? Kimda shunaqa bo'lgan? Men bilan ham bo'lishinglar. Nimaga men xolamagan narsam har doim keladi? Xolagan narsalarim kelmaydi. Shunga tushunmayman. Nimani almashtirishim kerak? Nimani to'g'ri yo'lga qo'yishim kerak? Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar, bolalar? Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Charchab qolmadinglarmi? Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ko'ryapsizlarmi bolalarni? Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa bolalar xursand bo'lib o'tiribdi hammasi. Hammaga katta rahmat. Proyekt kuchiga ham rahmat. Shularni organizovat qilishdi. Hamma o'zini hissasini qo'shdi. Xayriya ish qildi. Ana ashulangga biz o'ynab yuraylik, xo'p? Xudo xolasa, bormi ashula hozir aytib berishga? Ha? Aytib ber chiqaring. Narxi qancha mehrni ayting hammasini. Xonadonlarga murojaat qilamiz. Men seni ko'rib birisi ham xursand bo'ldim. Shunaqa chiroyli gaplar gapirding. Oldinga qo'ygan ilohiy maqsadlaringga har doim yetib yurgan. Sog'ayib ketgin. Kelganimizda inson o'zingizdan quvvagan. Mana bu yerda qo'ysa bor. Qarsaklari yo'q. Hayron. Молодец. Sizlarga ham katta rahmat. Har doim shunaqa xursand bo'lib yur. Karomatxon. Salomat bo'lgan. Assalomu alaykum barchaga. Shu chiroyli qadr kechasida qilgan hamma duolarimizni, ibodatlarimizni ilohim Allohim o'z dargohida qabul qilsin. Hamma yaxshi orzu niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Bolalarimiz sog' salomat bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. O'zimizga ham mehr oqibatli bo'laylik, kechirimli bo'laylik.
qo'limizni beruvchi saxiy-boy bo'lsin. Keyingi yil shunaqa qadr kechalarida yana o'tirib duo qilib ibodat qilish hammamizga nasib qilsin. Hammamizni qilgan ibodatlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Добрый день, дорогие друзья. Hammaga avvalambor yaxshi kayfiyat, ishlaringizga omad. Всем желаю хорошего настроения, продуктивного дня. Sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. 5 yil oldin Dubayda o'rtog'im Varyanikida yeb ko'rdim. Bilasizlarmi, shunaqa xurmo edi. Mana xurmoni quritilganida. Ularga Gruziyadan kimdir sovg'a qilib olib kelgan ekanda. Yeganimda shunaqa yoquvdi. Men ham oldingi yil qilib ko'rdim. Qilib, mana bunaqa posudada sushit qiluvdim. Oldingi yil ham barno beruvdi. Bu gal ham mana menga barno rosa ko'p berdi. Orqada ham ko'rsam qancha turibdi. Mana olib qoldim yeyishga. Qolganini qilib qo'ymoqchiman. Qaynagan suvga solasizlar, qaranglar, mana shuna bo'lib quriydi-da, keyin qo'yib qo'yganingizdan keyin qarab turdim, u yoqqa bu yoqqa o'girib. Xohlasanglar osib qo'ysanglar bo'lar ekan. Endi osishga mana bunaqa joyi uzun bo'lishi kerak ekan, cho'p qolishi kerak ekan. Endi hammasi har xil bo'lgani uchun men cho'psiz qilib quritmoqchiman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Друзья дорогие, я хотела с вами поделиться. Вы тоже посушите хурма. Такая она вкуснятина получится. Знаете, я когда пробовала у подруги Вари 5 лет тому назад, я там была, я была вообще в восторге. Это просто надо почистить от кожуры, надо в кипятке подержать, даже не минуты, и потом сушить. Хотите, надо повесить, хотите, можно какой-то вот сеточный посудку положить. И хотела с вами тоже поделиться, попробуйте, потому что как раз сейчас сезон хурмы, все любят хурму, и она полезная. Nima qilib bittama-bitta xurmoni tozalash kerak. Endi, конечно, ozgina vaqtingiz ketadi, потому что busiz bo'lmaydi. O'zani sabzi tozalaydigan bo'lsa ham zo'r o'sha tozalab berar ekan. Unimi topolmadim, bilmayman, qayerda yotibdi. O'sha uchun oddiy pichoqda tozalasanglar ham bo'ladi. Попробуйте, потому что это очень полезно и вкусно. И необычно. Xudo xolasa mehmonlarni chaqiraman. Keyin qurigandan keyin yedirib ko'raman. Qarindoshlarimizni, o'rtoqlarimni o'zim ovqatlar qilib chaqirgim kelyapti. Mana shunaqa tozalab qo'ydim. Mana bu yoqqa tashlamayman mana. Bitta qaynash kerak bu. Mana bittasini olamiz. Yoqib qo'yamiz yana. Mana bu ko'rvaslarmi qanaqa katta edi. Kichkina bo'lib qolishdi. Ничего, тоже хорошо. Ну, уже почти qattiqroq, но yana turish kerak. Shuncha xurmoda mana ko'rvaslarmi? Qurib kichkina bo'lib qoldi. Lekin обязательно yeb ko'ringlar. Shunaqa mazasi sizlarga ham yoqadi. Men bunisini ham quritdim, bunisi menga yoqmadi.